أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته hurmatlik o'quvchilar, qarindoshlar, Allah'ın fazla rahmeti bilen bugün dersimizni yana başlamakçı. Hemenlağı məlum bolğanıdek dersimiz Fiqhul Evleviyyat. İslam'daki birinci urunda koyulduğan işlerini düşünüş, tunuş, ya ki muhim bolğan işlerini düşünüş, tunuş hakkında yazılgan ve şu hakkında sözlenilgan derslikimiz. Çünkü bugünkü devrede kişilerin ilim iktidarı tüven, ilmi safhası aciz, Kur'an-ı Kerim'nin nurlarıdın, cavahiratlarıdın iliş iktidarı aciz boğallığı üçün Müslümanlar meyli ahlak, meyli ibadet, meyli muamele, meyli ahkam her bir işleri de İslam'ın tertiplerini, İslam'daki emellerinin ornunu özüge layık orunda koyup icra kılışta kemçilik, yetersizlik payda bulgan. Ve bu zamanımızda xilila yükselgen ve yukarıga çıkan. Neticede Müslümanların dünyadaki harlığı, dünyadaki acizliği, dünyadaki mahkumluğu, dünyadaki kulluğu vücutta çıkan. Şunun için dersimizde her bir sahadaki ibadetlerinin ornunu tepiş ve ibadetlerini asli şeriat ehmiyet belginige layık şekilde ehmiyet veriş, şeriat ken ruhsat kığınıda ruhsatını tutuş, şeriat alahide köngül bölgünüge köngül bölüş, her bir işini şer'i orunda koyup durup düşünüş, doğrusu da ders sözler ketivatkan. Bugünkü dersimiz hemmelerge ma'lum bolğunudek beşincisi. Yani birinci timida ümmetimizin, yani İslami ümmetinin evleviyat düşüncesi bolğan ihtiyacı hakkında düşüngen, sözlügen. Ümmet bugün evleviyat düşüncesi bek muhtaç. Evleviyat düşüncesi bilen kurallanmasa bulmaydı diyen bu hakta sözlügen. İkinci, evleviyat düşüncesinin fıkhısının başka fıkhılağa, muvazanat fıkhısı, makasit fıkhısıga bağlanıdığanlığı, onun bilen alakadar buluduğanlığı hakkında biz dersimizni sözlügen. Üçüncüde sübetinin sandın muhim ikenliki hakkında ders sözlügen. Dördüncüsü de ilim, fikir sahasındaki evleviyat hakkında toxtalgan. Beşincisi fetva, davet sahasındaki evleviyatlar hakkında toxtalımız. Hemmenligi ma'lum bolğundek bugünkü dünyada
fatvo masalasidagi qalaymi qanchalik, fatvo masalasidagi igiz pastlik va onunğa erişib da'vat sohasida kishilarga da'vat qilishda yoki da'vat qilguvchining salohiyati yo'q, iqtidori yo'q, da'vat qilguvchi da'vat qilish salohiyatini hozirli bo'lgan, ya'ni ilimsiz nadan kishilarning qo'liga da'vat o'tib ketgan va yoki da'vat qilguvchilar da'vat qilinguchi xalqning yashayotgan sharoiti, turayotgan o'rni va da'vat qilinguchi kishilarning safasi, diniy safasi, ilmiy safasi, aqliy safasini e'tiborga olib turib, ularga qaysi tarafdan da'vat qilish muhim, qaysi tarafdan da'vat qilinishi kerak, bularning da'vat qilinuvchilarning aqidasiga ko'ngil bo'lish kerakmi, axloqiga ko'ngil bo'lish kerakmi, ibodatiga ko'ngil bo'lish kerakmi, muomalasiga ko'ngil bo'lish kerakmi degan bu sohalarni o'ylab turib va da'vat qilinuvchi musulmonlarning, xalqning da'vatda nimaga ehtiyoji bor, qaysi da'vatga ehtiyoji bor, bu haqda o'ylanib turib da'vat qiladigan da'vatchilarning bo'lmasligi bilan da'vat sohasidami nurg'ulg'an ostin ustin bo'lib ketganligini hammamiz bilamiz. Bu da'vat qilish İslamdaki en muhim ibadet. İslam'ın asası yıldızı ve İslam her bir kişiye davet kılış mesuliyetini atkan. Hatta bu davet Resul sallallahu aleyhi ve sellem ve Resul sallallahu aleyhi ve sellem'e ergeçkenlerinin yolu bulup körüstülgen. Demek davet sahasida musulmonlar qobiliyatli bo'lishi, iqtidorli bo'lishi, chuqum da'vat qilaligidek imkoniyatni hozirlashi, onundan keyin da'vat qilishi lozim. Shuning uchun bugungi dars fatvo va da'vat sohasida bo'ladi. أولوية التخفيف والتيسير على التشديد والتعسير. Fatvoda yengil qilish, oson qilish, chingitish, qiyinlashtirishdan muhim. Kishilarga fatvo bergan chaqda bu taqvolikqa yaqin, bu insonni Alloh taolaning roziligiga erishtiradi deb fatvoni chingitib beradigan, ta'sirlashtirib beradigan, fatvo berilguchi shaxsning ahvoliga nazar solmagan asosda, ahvolini e'tiborga olmagan asosda fatvo beradigan bu xil ahvollar jamiyatimizda nihoyat ig'ir bo'lib ketdi. Asli shariatning fatvo, ahkam masalalarida tubki maqsadi kishilarning menfaatini saqlash, menfaatini qo'g'dash va ularning ziynini cheklash, ziynidan to'sish, ziyondan mudofaa qilish shariatning asli maqsadi. Shunda bo'lganlik uchun fatvo bergan chaqda shu fatvo berilguchi kishilarning ahvoliga qarab turib, yosh farqi, ularning ayollik farqi, ularning diniy safa farqi, ularning yashayotgan muhit farqi, buni tushunib turib fatvo berish kerak. Hani bugün zamanda hammamiz kitap qilib ergishadigan, kitapni nuqul, kitap qilib tayinadigan bo'lganligimiz uchun u kitaplarning
qaysi muhitda yezilganligi, qaysi sharoitda yezilganligi buning bilan hisoblashmay faqatla kitoblarga ergishib turib fatvo bergan. Bugun hammamizga ma'lum, musulmonlarning siyosiy jihatdagi muhiti nihoyatda farqli. Birisidan yeni birisining siyosiy jihatdagi muhiti ve yaşayotgan ijtimoiy muhiti nihoyatda farqli. Shunda bo'lganligi uchun musulmonlarga shu yaşayotgan muhit ve yaşayotgan sharoitini e'tiborga olib turib, balkim bir muhitda qilmasa, bir ishni u gunoh bo'lsa, cheklansa, yeni bir muhitda u ishni qilsa, balkim jazolanadigan, nurg'ulgan, uning o'ziga xavf keladigan, ig'ir zararlar keladigan mana shunday holda musulmonlar yashab o'tadilar. Shu vajidan fatvo berguchi o musulmonning ahvolini, siyosiy ahvoli, ijtimoiy ahvoli ve o musulmonlarning islomga yangi kirgan musulmonmi yoki islomda uzun mezgil yaşagan musulmonmi yoki o tug'ilgandan boshlab musulmon tug'ilib, musulmon oilada cho'ngib, din safasi, diniy safasi yuqori bo'lgan musulmonmi yoki ommaviy musulmonmi, bu masalalarni farqlantirib fatvo berish ve ularga yetakchilik qilish lozim. Bu yerda talab qilinayotgan avliyotlardan bo'libmi fatvo berish, da'vat qilish sohasida talab qilinayotgan avliyotlardan yengil qilishni, oson qilishni, tushuntish, qiyinlashtirishga ilgari qilish bu talab qilinadi. Fatvo bergan chog'da chuqum yengilni fatvo berish kerak. Yengilini fatvo berish kerak. Agar bir masala vacib bo'libdi, vacib deyilgan bo'lsa, yeni bir tarafdan sünnet deyilgan bo'lsa, bunun sünnetlik tarafini o musulmonga fatvo berish lozim. Madamiki o shaxsiy musulmon bo'lmay qolsa, shaxsiy bo'lib qolsa, uning shu sharoitini qila oladigan bo'lib qolsa o mayli. Kitob sunnatdan iborat narsalar oson qilishning, yengil qilishning Allah subhanahu va taologa suyumlik ekanligi, Allohning rasuliga suyumlik ekanligiga dalolat qildi. Naslarga qarasak, naslarning asosli maqsadi, talabi yengillashtirish, osonlashtirish. Dinda qiyinchilik, ta'sirlik paydo qilmaslik. Musulmonlarni dindan uyuqtirib qochirib bu Allah subhanahu va taologa mahbub ve Resulullah'a mahbub ish. Allah subhanahu va taolo yuridullohu bikumul yusra va la yuridu bikumul usra deydi. Allah taolo sizlarga osonlikni iroda qiladi, qiyinlikni iroda qilmaydi dedi. Mana Allah subhanahu va taoloning irodasi mana bilasizlar osonlik. Shuning uchun musafir agar safar qilsa, safarda mushaqqat bo'lganlik uchun, qiyinchilik bo'lganlik uchun namozni juglab o'qishga, namozning farzlarini qasri qilib 4 rakatlikni 2 rakat o'qishga, sunnatlarni o'qimaslikqa Allah ruxsat qildi. Ro'za tutquchi agar kasal bo'lib qolsa, ro'za tutquchi yoki musofir bo'lib qolsa, uni boshqa kunlarda qazosini qilaversa bo'ladiganligini Qur'oni Karim bizga bayon qilib berdi. Agar bir kishi
aç kalkan bulup çoçku göşüdün başka yeydiğen yemeklik yok. Fakat şunu yemese özünün hayatını saklap kalanmaydıgan halde bu kasa onundan azgını miktarda yiyişini ruhsat kıldı. Mana bunun hemmisi Allah Teala'nın asallıkını, irade kılganlığı ve kıyıllıkını, halimganlıkının ki ifadesi. Yani Allah deydi o yuridullahu en yukhaffife ankum ve hulikal insanu zayıfa. Allah Teala sizlerden yengil kılışını irade kılıdı. Yani Allah'ın iradesi yengil kılışken Müslümanlardan kıyınçılıkını, katlıkçılıkını, tersçilikni kötürüp ötüş. Bunun sebebini Allah bizge bayan kılıp ve hulikal insanu zayıfa. İnsan aciz yaratılındı dedi. Bana insanın yaratılışındaki acizlik, insanın üstüge düşürülgen hükümünün, insanın üstüge yüklengen teklifatının insan kötürenmeydiğen derecede emeslikini ve insan kötürenmeydiğen teklifat bilen Allah teklif kılmaganlıkını bayan kıldı. La yukellifullahu nefsen illa vus'aha. Şu ayetlerden Allah Teala bayan verdi. Yani Allah Teala deydi o ma yuridullahu liyec'ale aleykum min haracin. Allah sizlerge kıyınçılık kılışını irade kılmaydı. Allah'ın onda iradesi yok. Peygamber aleyhissalatü vesselam deydi o hayru dinikum eyseruhu. Sizlerin dininin yaxşısı o dinin asanrak boğunu. Sizlerge asan boğunu. Ahabbul edyani ilallah el-hanifiyyetu samha. Dinlerinin Allah subhanahu ve teala'ya suyumluk rakı. Hanefi boğunu. Samha keng boğunu. Dep Resulullah bayan kıldı. Yani bu yerdeme ahabbul edyan, ahabbul a'mal demekçi. Amellerinin suyumlukrak boğunu. El-hanifiyyetu samha. Mana bu hadislarda asallıkını, asallaştırışını, yengilleştirişini, kıyıllaştırmasını bayan kılıvatıdı. Ayşe radhiyallahu anhu deydi ma khuyyira Resulullah beyne emreyni illa ahaza ayserahuma ma lem yekun ismen fa iza kana ismen kana eb'aden nas anhu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem iki iştin arasında ihtallaş koyulsa Resulullah o iki işin asanrakını tallaydı. Madami ki o iş günah olmaya kalsa. Eğer günah olsa Peygamberim o işten bek yirak bottı dedi. Demek günah bu kalsa bir işin bir tarafı savab, bir tarafı günah bu kalsa bunun Peygamberim yirak durdu. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem günah masiyetin en kaçırdıgan zat idi. Eğer günah bulmay iki işin arasında birisi evla tarafı, birisi caiz tarafı. Bir tarafının savabı yukarı, derecesi âli bulsa yeni bir tarafının Müslümanlığa kengçilik, Müslümanlığa kolaylık bulsa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şahsen özü için tanıgan çağda savabı yukarı, derecesi, fazileti âli tarafını tanısı mı? Ama ümmetke tanıgan çağda asan, kolay, onun içindeki her bir adamga harac kemigidek tarafını tanıydı. Bana hemimizge malum Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem kişileri, putları işip ketgidek teheccüd okuttu. Pişaneleri zidibub ketgidek teheccüd okuttu. Resulullah huddi qarğan kişi uxluğan mı ki dese Resulullah namazı kıvatkan, namaz okuğan mı ki dese uxlavatkan kişilerini ibadet bilen ötküzetti. Ama sahabileri Resulullah'a erişip Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin keynide
nafli namaz, tahajjud namaz o'qig'ili qopqanda Payg'ambar alayhisolatu vasallam qo'ymadi. Sizlar toqat keltiranmaslar dedi. Sahobalar sen toqat keltirguningga biz toqat keltiranmaymizmi deganda Payg'ambar alayhisolatu vasallam "Mana Robbim seniga bermagan kuchni berdi" dedi. Demak, yana Payg'ambar alayhisolamning boshqa hadislarida agar ummatimga mushaqqat bo'lib qoladigan ish bo'lmagan bo'lsa, men ma ishlarga buyurdim deb hadislarda bayon qilgan. Mana Payg'ambar alayhisolatu vasallamning bu hadislari yine Peygamberim deydi, "İnnallâhe yuhibbu en yu'ta ruhasuhu kema yekrahu en tu'ta ma'siyetuhu." Allah subhanahu wa ta'ala özü bergen ruhsatlarını ilnishni yaxshi ko'radi, xuddi o'ziga osilik qilishga kilinishni yomon ko'rgandek deydi. Allah Teala'nın ruhsatları bor musulmonlarga qilgan. Muşu ruhsatni elishni, bu ruhsatgan bu. Demek Allah bunu ruhsat qilibdi. Biz ma afzalroq tarafini oldi, avlaroq tarafini oldi, yaxshiroq tarafini oldi demasdan ruhsatni elishni Allah yaxshi ko'rdi. Chunki ruhsat musulmonlarga manfaatli, musulmonlarga foydali. Demek mana yuqoridagi hadislardan, oyatlardan musulmonlarga yengillatish, osonlashtirish yo'lini tutish kerak. Madamiki u gunoh bo'lmay qolib qolsa, uchuq nas bilan gunoh bo'lib qolsa, uchuq nas bilan ma'siyat bo'lib qolsa, uni qilmaslik lozim. Ammo gunohlar bo'lmay qolib qolsa, cho'qim musulmonlarga qulay va musulmonlarga manfaatli bo'lgan tarafini tutish lozim. Ve yetaakkadu tercihur ruhsa ve ihtiyarut teysir. Ruhsatni kuchlantirish, qulaylaştırishni tanlash muqimlishidir. Qachon uningga ehtiyoj bo'lib qolsa, ojizlik uchun yoki kasallik yoki yashanganlik yoki qattiq bir mushaqqat yoki shuningdan boshqa kuchlantiruvchi omillardan birasi bo'lib qolsa, o vaqtda ruxsatni kuchlantirish muayyanlashadi, ya'ni kuchlik bo'ladi. Demak, ruxsat tarafi bilan avlo tarafini, afzal tarafini, kuchlik tarafini tanlash masalasiga kelgan chog'ida ruxsat tarafini kuchlantirish, qulaylik tarafini tanlash kuchlik bo'ladi. Onunga bir kuchlantiruvchi omillar kelib qolgan chog'ida, masalan, ojizlik uchun bir odam kechasi o'ziga uxlamay namoz o'qishni niyat qildi. Shuni maqsad qildi, namozni boshlabdi. Yoki namozni bir kasaldan birisi uri turib o'qishni niyat qildi, maqsad qildi. Ammo u kasal uri turib namoz o'qigan vaqtida namoz tez turiladigan, qiyin turiladigan bo'lib ketibdi. Hatto namozdan zerikadigan, namozdan zerikadigan bir holat shakllanib qolsa, bu yerdagi ojizlik yoki kasal uni o'ltirib o'qishni yoki o'dinda o'qimaslikni tarafini kuchlantiradi bu. Chunki kasallik, ojizlik, qirinlik, qattiq mushaqqat o ruxsat tarafni, osonlik tarafni kuchlantiradigan taraflar bu. Jabir ibn Abdullah radhiyallohu anhu rivoyat qildi. Dedi o Jabir, Payg'ambar alayhisolatu vasallam safardaydi. Rasululloh ustiga soyvan qilingan bir odamni va uning atrofidagi qistilang'uliqni ko'rdi. Payg'ambar alayhisalom "Nimish bu?" dedi. Sahobalar "Ro'za tutquchi ekan" dedi.
Payg'ambar alayhisolatu vasallam safarda ro'za tutish yaxshilik emas dedi. Demak, ro'zador ekan. Safar qildi. Safarda u ro'zador yuri tug'udak, mang'udak holi qomatdi. Usabdi, jafo chekibdi, qiynalibdi. Natijada o'ltirib qolibdi. Kishilar uning atrofiga berib soy tashlab o'zininki soyisi bilan soy tashlab turibdi. Soyvan qilib turibdi. Uningga ishog'i tushib ketibdi. Payg'ambar alayhisolatu vasallam sababini o'qigandan keyin bu safarda ro'za tutish yaxshilik emas dedi. Ya'ni bunda qiyin, mushaqqatli safarda ro'za tutish yaxshilik emas dedi. Ammo safarda bundaq mushaqqat bo'lmasa, u kishiga ro'za tutish durust. Oysha roziyallohu anhu rivoyat qilgan hadisning dalili orqali Hamza ibn Amr al-Aslami Payg'ambar alayhisolatu vasallamga men safarda ro'za tutsam bo'lamdi dedi. Bu kishi bak ro'za tutadigan kishi edi. Asosan ro'zini yaxshi ko'radigan, ro'zi bilan yashaydigan, ko'p ro'za tutadigan kishi edi. Safarga chiqib qolgandan keyin odatidan oylik qilishni xohlamadi va safarda safar sababli ro'zasini qo'yib qo'yg'isi kamidi. Bir musulmon bir ibodat bilan Allohga yaqinlashgan vaqtida Allah subhanahu va taolo bilan o'zi o'ttirsda biror bir ibodat bilan ibodat orqali munosabat bog'ligan vaqtda shu ibodatdan iborat munosabat og'amchisining uzilib ketganida o'zi bilan Robbining o'ttirsda bir uzilib ketish bo'lgandek his qiladigan bo'lib qoladi balla. Demak, bu kishi o'zining ro'zasini tashlashga ko'ngli o'nimay safarda ro'za tutsam bo'lamdi deganda payg'ambar alayhisalom xohlasang ro'za tut, xohlasang iftor qil dedi. Demak, bu hadis ro'za tutish bilan tutmaslik o'ttirishdagi ruxsatni bayon qiladi. Tutsa ruxsat, agar qodir bo'la olsa, agar u ro'za uningga qiyin kelmasa, agar u ro'za tutganlik sababli jafo tortib qolmasa. Ama ro'za tutganlik sababli uningdan muhim bo'lgan, zarur bo'lgan ibodatlardan birisini qo'yib qo'yishga to'g'ri kelib qolsa, masalan, bir ro'za tutquchi ro'za tutibdi, o ojizlik sababli yoki qattiq herib charchaganlik sababli oldida bir rabat bor ekan, musulmonlarni mudofaa qiladigan, zalimlarga qarshi tik turadigan bir rabat bo'lsa, bu rabatda mustahkam turish, mazmut turishga u ro'za to'salg'i bo'ladi ekan bo'lsa, u vaqtda u ro'za tutmaslik lozim. Xalifa Amr ibn Abdul Aziz radhiyallohu anhu ro'za to'g'ri musofirning ro'za tutishi, iftor qilishi to'g'riliq mundaq deydi. Ve ulamolarninki ixtilofi to'g'riliq qaysi afzal? Ro'za tutish afzalmi musofirga yoki tutmaslik afzalmi degan bu to'g'risida mundaq deydi. Afzali abdaluhuma afzali o ro'za tutish bilan tutmaslikning o odamga nisbatan osonroq. Shu afzal deydi. Ro'za tutsa qiynalmadi, jafo tortmadi. Ro'za tutmagandek holatda tura olsa, o kishiga nisbatan o afzal. Agar ro'za tutdi, qiynalib qoldi, hasrab qoldi, ussiz bo'lib qoldi, ro'za uningga ig'ir keldi bo'lsa, o tutmaslik afzal dedi. Mana bu maqbul so'z. Odamlardan ba'zan kishilar bor, ro'za tutish odamlar bilan billa u odamga shuningdan keyin odamlar iftor qilgan vaqtda qazosini qilganlikdan osonroq. Bunda odamlar bor. Hammadan ro'za tutgan chaqda
ro'za tutish, boshqa odamlar ro'za tutmay, tamoq yegil turgan vaqtda, iftor qilgan vaqtda qazo qilganlikdan oson odamlar bor. Voy bu bugun hamma odam ro'za tutgan chaqda men tutmay, keyin hamma odam iftor qilgan vaqtda men qazosini qilsam, mana u vaqt ig'ir keladigan, boshqalar qishimda tamoq yegil tursa, boshqalar iftor qilib qilsa, men u vaqtda ro'za darman deb turish bu yaxshi ish emas ekan deb odamlar bilan birga ro'za tutish yengil keladigan kishilar bor. Va uningdan boshqa, uning aksicha bo'ladigan kishilar borki, u vaqtda ro'za tutmaslik uning nisbatan yengil. Chunki uning tini ojiz yoki o'zi qiri yoki safarda bunda bo'lganligi uchun u vaqtda iftor qilib o'tib, uningdan keyin ro'za tutsa, uningga nisbatan ro'za ig'ir kelmaydigan bunda bir odamlar bor. Fama kana aysara alayhi fa huwa abdal fi haqqihi. Shunlashqa o odamga nisbatan osonroq bo'lgani o kishining haqqida afzal. Shuning uchun ro'za tutish mutlaq afzal yoki tutmaslik afzal degan bo'lmaydi. Shu kishining haqqida nima afzal bo'lsa, nima oson bo'lsa, shuni qilish uningga nisbatan afzal. Demak, islomda muboh, joiz, avlo, afzal bo'lgan bu ibodatlarda shuni qiluvchining ahvoli, sharoiti va imkoniyatiga qarab turib, uning haqqida uni afzal deymiz biz. Payg'ambar alayhisolatu vasallam iftorni oldirtish, suhurlikni kechiktirishga chaqirdi. Ro'za tutishga qulaylashtirish uchun. Azroq bo'lsa-mu suhurlikni kechiktirib yesa, iftorni oldirtib qilsa, ro'za tutadigan vaqt qisqaraydi. Ro'za tutadigan vaqt azroq bo'ladi. Shuning bilan ro'za tutqichi qiynalib qolmaydi. Xuddi iftor vaqti kelib qolgan chaqda qancha minut qoldi, iftorga qanchalik vaqt qoldi deb 5-10 minutni oldirab, shundoq tezroq o'tib ketsa bu 5-10 minut deydigan bir ahvollarni kelib qoladi. Mana bularning hammasi islomning osonlashtirishni va yengillashtirishni lozim tutganligi. Ammo bizning jamiyatimizga qaraydigan bo'lsak, xuddi islomda hech bir osonchilik yo'qdek, hamma ish qiyindek, kishilar jannatga kirolmaydigandek, Allohning rahmatiga erisholmaydigandek, musulmonlar islomning ahkomlarini qilib bo'lolmaydigandek ko'ksuvatimiz. Mayli da'vatda bo'lsin, mayli fatvoda bo'lsin, mayli ahkomlarda bo'lsin, eng qiyinligini, eng ta'sirini bu Allah subhanahu va taala iymonini kuchaytirdi, taqvoligini ziyoda qildi. Bu insonni Alloh taolaning rizoligiga erishtirdi deb. Biz nurg'ulg'an fuqaholini uningda ko'z qarashlar xilma-xil bo'lgan ba'zi hukmlarda o hukmlardan odamlarga qulayroq, osonroq bo'lganini kuchlantirganligini topamiz. Fuqaholarning o'rtasida ixtilof bo'lib qolgan hukmlarda kishilarga oson bo'lgan, qulay bo'lgan tarafini topamiz. Bunimi muomala babida u fuqaholardan bu ibora hazal qavlu arfaqu bin nas, mana bu so'z odamlarga bak muvofiq, bu so'z ya'ni bu fatvo odamlarga uyg'un, odamlarga qulay degan gap, bu ibora ularni mashhurlab ketdi. Shuning uchun bu musulmonlarga qulaylik yaratishimiz kerak. Men buningdan bir misol berib beray.
Ben bir ishki fatvoni ko'rdim. Ro'za tutquchi olam, ya'ni havo issiq bo'lib ketgan vaqtda suvga tushish orqali o'zining aktivligini qo'zg'ash, ibodatga bo'lgan qizg'inligini qo'zg'ash va nashotini qo'zg'ash uchun suvga tushsa bo'ladi. Balkim u mustahab degan fatvolini ko'rdim. Yana ba'zanlar ehtiyot qilib qo'liqidan suv kirib ketadi yoki orqa taraflaridan suv kirib ketadi yo badanning har bir yerlarda bir tuşukchi bor, ter chiqargan, u yerdan suv kirib ketadi. Ro'zasi sinib ketadi. Uning 60 kun qazosini qiladi. Uning ro'za tutmaslik, suvga tushmasligi lozim, yuyinmasligi lozim degan mana bu fatvo bilan kishilarni ro'zador vaqtda qattiq hasrab ketgan, suvi tashna bo'lib, havoning issig'ida yetib ketgan bu hollarni topdik, uchratdik. Mana bu shundoq vaqtda qanday fatvo berish kerak? Qaysi yo'lni tutish kerak? Mana bular yaxshi bilib olishga tegishli ishlar. Men Allah subhanahu va taoloni maqtaydigan, Allohga hamd aytadigan ishlardan birisi men fatvoda qulaylashtirish manhijini, da'vatda xo'sh xabar berish manhijini asoslandim. Shuni asoslandim. Ulug' payg'ambar alayhisolatu vasallamning yo'liga ergashish uchun. Payg'ambar alayhisolatu vasallamni yuqorida ko'rdik ana. Fatvoda qulaylik tarafini, osonlik tarafini, yengillik tarafini tutatdi. Da'vatda-chi xo'sh bishorat berish tarafini tutatdi. Payg'ambar alayhisolatu vasallamning qashig'iga kelgan har bir kishi Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni suyunib ketadi. Rasululloh mana bu kishi jannatga kiradigan kishi, bu sifatni qilgan kishi jannatga kiradigan kishi deb xabar beradi. Ammo biz xuddi kishilarni do'zax bilan hukm qiladigandek, iymondan chiqish bilan hukm qiladigandek qilyapmiz. Payg'ambar alayhisolatu vasallam Abu Musa Muaz radhiyallohu anhuni Yamanga avatdi. İkisini tuvandiki yassira va la tuassira, bashira va la tunabbira va tatatawa degan so'zi bilan vasiyat qildi. Qulay oson qilinglar dedi. Oldinlardiki da'vat qilmoqchi bo'lgan qavmlarga oson qilinglar dedi. Şuna Peygamber aleyhissalatü vesselam Muaz radıyallahu anh'ını sen ehli kitaptan ibaret bir kavmiga borsan, ularni la ilahe illallah deyishga chaqirgin dedi. Agar ular uni qabul qilsa dedi, ularga 5 vaqt namozning farz qilinganligini bildirgin dedi. Agar uningga qabul qilsa, sen ularga ularning boylaridan elinib kambag'allarga qaytariladigan sadaqaning borligini xabar qilgin dedi. Mana Payg'ambar alayhisolatu vasallam shu hadislarda oldi bilan birdan uyutishga buyurdi. Birdan yetkazishga buyurdi. Birdan bildirishga buyurdi. Asonlashtirma, qiyinlashtirmanglar dedi. Musulmonlar islomning tog'ni ko'rmasin. Va bu bak tasga, bak qiyinkan, uni qilsam gunoh, buni qilsam gunoh, oshni qilsam Alloh taolo g'azab qiladi deydigan bo'lib qolmasin. Xo'sh xabar beringlar. Payg'ambar alayhisolatu vasallamning man qala la ilaha illalloh dakhalal jannah. La ilaha illalloh degan kishi jannatga kiradi dedi. Yana bir hadisda namozni o'qisa, ro'zani tutsa jannatga kiradi dedi. Va la tunabbira qashruvatmanglar. Va tatatawa birlashinglar.
Tetetava öz ixtiyorluğunla bilen birleşinler. İttifaklaşınlar dedi Peygamber Aleyhisselam. Yani kişilerini yeteklemekçi olan meselelerde, kişilerine yol göstermekçi olan meselelerde hemkarlaşınlar. Maslahatlaşınlar, fikirleşinler. Bu kişilerini qaysı yol, qandaq yetekleyimiz bu haqda maslahatlaşınlar dedi. Mana da'vatchiga Peygamber Aleyhissalatu vesselam da'vatchiga mufti fatva berguchiga yassira va la tu'assira dedi. Ana Peygamber Aleyhissalatu vesselamdan Enes radhiyallahu anh mundaq deganlikni rivoyat qildi. Peygamberim yassiru va la tu'assiru, bashiru va la tunaffiru. Asallaştırыңlar, qiyinlaştırmanglar, xoş xabar beringlar, ürkütüp atmanglar, qaçırıp atmanglar dedi. Men bir qitim leksiyalarning biridan keyin tashlangan savollarga bergan javobimda munda dedim. İnneni iza wajadtu amami qawlayn mutakafi'ayn aw mutaqaribayn fi mas'alatin şer'iyye. Men aldımda beraber iki sözünü tapsam yoki birbiriga yakın iki sözünü tapsam şer'i meselede ikisining birisi ehtiyotroq bo'lsa, yeni biri osonroq bo'lsa, men umumiy kishilarga osonroq tirib bilan fatvo beraman va uni ehtiyotliroq tiripiga kuchlantirman dedim. Bana leksiyaga qatnashgan ba'zi qarindoshlarim osonroq tiripini ehtiyotliroq tiripiga kuchlantirishingizning dalili nima? Debdi. Men dalilim Peygamber Aleyhissalatu vesselamning yo'l yuriqi. Peygamber Aleyhisselam'ın işizi. O Peygamber Aleyhisselatü Vesselam iki iştin arasında tallaşqı koyulsa Peygamberim ikisinin en asılını tallaydı. Mana bu yolu yok. Mana bu işizi dedim neydi? O Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın imamlığa, cemaat namazıda iqtida qilg'uchilikdan yengil qilishga buyurganligi bu dalil. Çünkü o cemaatlarning ichida ojizlar bor, yashinib qolganlar bor, ehtiyojlilar bor, hojatmanlar bor, oldiraydiganlar bor, sirtda jiddiy qilmasa bo'lmaydigan ishvali bor. Mana buni e'tiborga olib turib, bunu Peygamber Aleyhissalatu vesselam ko'zda tutib turib, cemaatning imamlarga yengilletishga buyurgan. Namozni yengil o'qinglar deb. Bu meningki dalilim, bu mening yo'l yuriqim dedim. Demak, mana buningdan ko'rib olamizki, ikki teng barabar bir ikki so'z bor. Yoki bir-biriga yaqin mesele bo'lsa, shar'iy meselede biz bununla mao degan sal haqqa yaqinroq bu. Bu degan ehtiyotroq yo'lini tutganligimiz bu deb chingitadigan tarafini tutmasligimiz lozim. Chingitadigan tarafga fatvo bermasligimiz lozim. Olim ba'zi irodalik dindarlardan taqvo farzkor kishilar uchun ehtiyot tiripi bilan fatvo beradi. Ammo umumliga kelsak, ularga avlosi osonroq tiripi. Diyonatda bor, taqvo o'zi davomli Allohga yaqin, islom dinida mustahkam turtgan, ham irodasini o'tkir, mazmut, po'latdek ching turadigan ba'zi odamlarga ehtiyot tiripi bilan fatvo berishimiz lozim. Ya özümüzge mesela dini cihetten yetekçilik kılıvatkan, Müslümanlarını hakkı başlavatkan, davet kılıvatkan, Müslümanların içinde ölgülük bulup yaşavatkan bizler özümüzge kelgende ya ki dinge varislik kılıdıgan, ümmetke yetekçilik kılıdıgan bularga kelgen çağda fatva meselelerde
ihtiyat tarafını tutuşumuz lazım, avlod tarafını tutuşumuz lazım, afzal tarafını tutuşumuz lazım. Ama başkalarga kelgan chaqda ruxsat taraflarini, asonlik tarafini fatvo berishimiz lazım. Bizning davrimiz, biz yashayotgan davri, u davrdan bakroq ehtiyojli insonlarga qiyinlashtirishning o'rniga osonlashtirishni umumlashtirishga, ürkütib o'tish, qochirib o'tishning o'rniga xush xabar berishni umumlashtirishga bakroq ehtiyojli bu davri. Chunki bu davrda musulmonlar har tarafdan aqida, axloq, ibodat, muomala, har soha, har taraflardan hujumga uchrayotgan, to'sqinlikqa uchrayotgan, ziyonga uchrayotgan bunday bir paytda umuman musulmonlarga osonlik tarafini fatvo berish lozim. Masalan, yurtimizda ayollarning kiyim kiyishi masalasida avlod tarafini tutamiz, afzal tarafini tutamiz, yaxshi tarafini tutamiz deb chin turib nurg'ulg'an muslima ayollarimiz turmularga tashlangan, ig'ir emgak lagerlariga solangan, uning nurg'un qattiq jazolarga uchrayotgan bunday holatlarni o'zimiz bilamiz. Shularga osonlashtirish yo'lini, yengillashtirish yo'lini, balkim majburlanganda, zo'rlangan chaqida ruxsat taraflarini tushundirgan bo'lsak va ularga ruxsat taraflarini bildirgan bo'lsak, ruxsat taraflari bilan fatvo bergan bo'lsak, unda bo'lmasligi mumkin. Qandaq bir ish qachonki to'silsa, cheklansa ya o ish sababli musulmonga bir zarar keladigan bu qolsa, u ishda mustahkam turish, u ishni qilish, u ishda ching turish bu afzal deydigan bu xil qoida bilan fatvo berib musulmonlarga nurg'ulg'an ziyonlar keldi. To'g'ri, u xilda unday qilishmi to'g'ri. Ammo shu xil holatda musulmonlar tayinadigan kuch, musulmonlar yulinadigan bir kuch bo'lishi lozim. Bo'libmi islomga kirgan vaqti yangi bo'lgan yoki tövbega vaqti yangi bo'lgan kishilarga qulaylik tarafini, osonlik tarafini fatvo berishimiz lozim. İslamga yani bunu aralashtirishga bo'lmaydi. Bir odam kichikdan boshlab islomni tushundi, tunidi va islom bilan yashab keldi. Buning bilan yaqinda islomiy safga qatilgan, musulmon bo'lgan ya islomni tushunishga boshlagan odamga beradigan fatvo o'xshash bo'lmasligi lozim. Yoki islom yo'lidan ezib ketgan, islomning sirtiga chiqib ketgan, axloqiy jihatda bo'lsin, muomala jihatlarda bo'lsin va boshqa ibodat jihatlarda chiqib ketgan, ammo o'zining xatolashganligini, haqdan yiroqlashganligini tunib, tushunib, islomga qaytib kelgan kishilarga qarata, sizning gunohingiz bundoq ig'ir, siz degan islom musulmon turib nurg'unlagan xatoliklarni qilgan odam, buning tövbesi uchun bunda kafaretlerini birisiniz lazım deb İslamda mustahkam turgan diyanetlik takva adamga yüklenmegen yüklünü, tekliflerini berip neticede o qilsam qanday qilasiz? Buni bulanmığı deyman degan yerga opirib qo'ygan avvallarmi bor. Mana bu tamamen aniq Payg'ambar alayhissalatu vassalamning İslam'ni ügetgendiki ish hareketida o İslamga kirgan kishi uchun.
O Peygamber aleyhissalatu vesselam unda adamlarga mecburiyetlerini köpeytip atmaydı. Ve o kişinin buyruqlarınki köplüki, nehiylerinin köplüki bilen o kişinin yükünü igirlaştırıp atmaydı. Kaçan Peygamber aleyhissalatu vesselam'dan o adamdan İslam talep kılıdığan nesidin sorsa Peygamber aleyhissalatu vesselam o kişiye asaslık perizlerini tunutiş bilen küfaylanatdı ve onu neplilerge şungut etmekti. Peygamber aleyhisselam'a eliki kişi la azidu ala haza ve la enkusu minhu degan vaqtida hammalarga ma'lum bir kişi Resulullah'ın kaçkı geldi. Bana bir iki kunduzda nima farz qilindi deganda 5 vaqt namoz farz qilindi dedi. Onundan ortiqi bormi debdi Payg'ambar alayhisalom yo'q dedi. Nafllarni demedi, tahajjudni demedi, zuha namozini demedi, sunan ravotibini demedi. Bir ay Ramazan ro'zasining farz qilinganligini dedi. Onundan boshqa ro'zalarning gapini qilmadi. Fakat asasi farzlarni dedi. Yani bunun artığı bağımı degende Peygamber aleyhissalatü vesselam yok dedi. İlla ente tetavva. Fakat özünün ihtiyarlığı bilen ihtiyar kılıp nefli kılsan buludu. Bulmasa mecburiyet yüzüsü bilen yok degen çağda bu kişi ben bunundan mı aşırıvatmayman, onundan mı kam kılmayman degen vakitte Peygamberim eğer bu kişi digini de kılalıysa nicat taptı. Ya ki diginde kılsa, cebini tutsa cennetke kirdi dedi ya. Mana bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin İslam'a yeni kirgen kişilerge birdiğen fatvaları. Belki biz Peygamber aleyhissalatu vesselam'ni köydük. İnsanlığa kişilerge çinitkan ve ulanın her xil şaraitiga qaramagan, parvo qilmagan kishilarga qattiq inkor qilganligini ko'rdik Payg'ambar alayhisalom. Sharoitiga qaramay chinitgan kishilarga, masalan, bir kishi safarga chiqdi, yaralandi, kallasi etilib ketdi. O kişi cinabet bulup kalgan, junub bulup kalgan. Teyammüm kılsam bulamdı dedi. Peygamber aleyhisselam sahabeler ya teyammüm kılsam bulmaydı dedi. Yuyunursan dedi. Neticede o kişi yuyundu. Ölüp kaldı. Peygamber aleyhissalatu vesselam buluğa kattık ibareler bilen katelahumullah dedi. Allah lanet kılsın. Bu kişini öldürüptü dedi. Xuddiki kishilarga imam bo'lgan, namozni uzun qilgan ba'zi iqtido qilguvchilar u kishidan namozni uzun qilganligiga shikoyat qilgan ba'zi sahobalarga qilgandek. Mana Peygamber aleyhissalatu vesselam Muaz ibn Cebal'ga Muaz'ning namozni uzun o'qiganligiga inkor qilib Afettanun ente ya Muaz, afettanun ente ya Muaz, afettanun ente ya Muaz. Sen kişilerini kaçırmakçı mı ey Muaz? Sen pitnigi taşlamakçı mı ey Muaz? Pitnigi taşlamakçı mı ey Muaz dedi ya Resulullah. Oylab bakınlar, namazını uzun okuş hamma kishi biladigan, uning afzalligini, savobini, yuqurligini, Allah Teala'nın aldığını derecesinin âli bulunduğunluğunu hem böyle biliriz. Çünkü İslam'daki en afzal ibadet namaz. Namazın fazileti yukarı. Allah Teala ile bağlanılan birden bir işte. Ama bu kadar mühim ibadetini uzun kılıveriş sebebi bilen onun iktida kılan kişilerin şaraitiga ularning yaşanganları, qarileri, keynideki
balı imitiyotgan ayollar, aldıraydigan kishilar, kasallar buni parvo qilmaganligiga Rasululloh sollallohu alayhi vasallam qattiq inkor qildi. Abi Mas'ud al-Ansari radhiyallohu anhudan rivoyat qilindi, jazman bir kishi dedi: "Alloh bilan qasam ya Rasululloh, men palonining jahdidan bumdat namozidan kechikib qolaman." O bizga namozni uzun o'qiyotganligi uchun, biri namozni uzun o'qiyotganligi uchun, men namozni uzun o'qiydi bu, oldirmay borsammi bo'ladi deb, bariman namoz o'qib bo'ladi. Yoki bu bak namozni uzun o'qiydi, uningdan men o'zim uyda o'qiray, yolg'iz o'qiray deb jamoatini olib qolaman deganda, Tamaraytu Rasululloh, men payg'ambar alayhisolatu vasallamni bir nasihatda shu kunda ochiqlagandan bakroq ochiqlaganligini ko'rdim. Anda da payg'ambarim inna minkum munaffirin, haqiqatan sizlarning ichinglardan qochirib o'tadiganlar bor. Sizlarning qaysi birsinglar odamlarga namoz o'qisa, namozni yengil o'qisin, qisqa o'qisin. Ularning ichida ojizlari bor, cho'nglari bor, hojatmanlari bor dedi. Ba'zi rivoyatlar odamlarga namozni uzun o'qigan bu kishining Ubay ibn Ka'b ekanligini tilga oldi. Ubay ibn Ka'b ilm, fazilatda mashhur bo'lgan, hammalar tunuydigan kishi. Qur'oni Karimni jug'ilgan, ya'ni yodlaganlarning birisi. Lekin bu payg'ambar alayhisolatu vasallamning uningga inkor qilishini cheklamadi ya. Xuddi Muaz radhiyallohu anhu inkor qilgandek, o payg'ambar Muazni qattiq yaxshi ko'rib turib, payg'ambar Muazni maqtab turib, ammo bu yerda namozningki qanchalik ulug' bo'lishini va bu namozni uzun o'quvchi sahobalarning qanchalik sahobalar ichidagi martabasi yuqori, payg'ambarim yaxshi ko'rgan ulug' sahobalar ekanligi bilan turib, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam yana bu yerda kishilarga rioya qilmagan, kishilarning ahvoliga parvo qilmagan holatida o'zi bilguncha afzili, avlosi, muhimi deb qilganlarga qattiq inkor qildi. Payg'ambar alayhisolamning xizmatkori sahibi Anas radhiyallohu anhu bunda deydi: "Men namozi yengil, shundaqla namozi eng mukammal imamning oqisida payg'ambar alayhisolamdan men namozi yengilroq bo'lgan va mukammalroq bo'lgan bir imamning oqisida namoz o'qib boqmadim payg'ambar alayhisolatu vasallamdan bilak." Bu payg'ambar alayhisolatu vasallam kichik bolaning yig'ilganligini anglaydi. Natijada namozni yengil o'qitdi. Payg'ambar o bolaning onasining pitniga tashlanishini qo'rqibdi. Yine o payg'ambar alayhisolatu vasallamdan rivoyat qilindi, Anas radhiyallohu anhudan rivoyat qilindi. O payg'ambar bunda dedi: "Men namozga kiraman, vaholanki men namozni uzun o'qishni o'ylab, maqsad qilib, natijada kichik bolaning yig'ilganlik ovozini anglaymanda namozimni qisqa qilaman. Men o bolaning onasining balaning yig'ilganligi uchun qattiq bearam bo'lganligimni bearam bo'ladiganligini bilganligim uchun dedi. Demak, shu balaning onasi balaning yig'ilganligidan bearam bo'lib qolamu deb Rasululloh namozni uzun, mukammal o'qishni iroda qilib kirib, ammo namozni qisqa, tez o'qib tugatadiganligini bizga bayon qilib berdi. Bu nima? Bu jamoatning, umumiy musulmonlarning, umumiy kishilarning sharoitiga e'tibor berganlik, ahvoliga rioya qilganlik, yana ularga osonlashtirganlik bu. Bu payg'ambar alayhisolatu vasallamdan Abu Hurayra roziyallohu anhu bunda degan so'zini rivoyat qildi: "Sizlarning bir odamlarga namoz o'qigan vaqtda yengil o'qisin, ularning ichida kasallar bor, ojizlar bor, cho'nglar bor. Agar o'ziga namoz o'qisa, xohlagan vaqt uzun qilsin" dedi. 2 rakat namozni bir kechini tangatib o'qiyotsa bo'ladi. Qanda o'qisa mayli, o'ziga o'qigan vaqtda. Payg'ambar alayhisolatu vasallam qattiq inkor qildi.
chingitqanlikqa agar u bir iqim shakllantirsa, uni jamoat qabul qilsa va shaxsning o'tkinchi xohishi lam bo'lmay qolib qolsa, ya'ni bir shaxsningki o'tkinchi hissiyoti, o'tkinchi tuyg'usi bo'lib qolsa, u boshqa ish. Ammo u shu tashdidni, chingitish bir iqim bo'lib, bir jamoa uni qabul qilib mangsa, u vaqtda bak inkor qilibdi. Bu haza ma nulahizuhu. Mana bu biz payg'ambar alayhisolatu vasallamning ibodatda liniyasidan bilak liniyani tutgan. Gerçi ular yaxshilik, Alloh taologa texim yaqinlik qilishni iroda qilsa-mu, ibodatda liniyasidan bilak liniyani tutgan uchaylarga inkor qilganlikni ko'ra olamiz buni. 3 kishi keldi ya. Hemen Enes radhiyallohu anhudan rivoyat qilindi. Dedi Enes, 3 kishi payg'ambar alayhisolatu vasallamning ayollarining uyiga keldi. Payg'ambar alayhisolatu vasallamning ibodatini so'radi. Ular ibodatdan xabar berilgan vaqtda xuddi ular o ibodatni oz sanagandek his qilishdi. Va ular bunda dedi: "Biz payg'ambar alayhisolatu vasallamga qaraganda nada? O peygamberimiz için onun ilgiriki kimki günahları kechirim qilindi" dedi. Yani Peygamber Aleyhisselam'ın ilgiriki kimki günahları kechirim qilindi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem degan Resulullah biz degan odatdagi inson bizga jannatga kirishmi, Alloh taoloninki rozi bo'lishimi, bizga kepillik qilinmagan, ham gunohlarimizni kechirim qilinganligiga hech qanday bir xabarimiz yo'q. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın ibadetlerine qalab, undaq biz özümüzün ibadetini az qilsak bo'lmaydi. Biz ibadetga o'zimizni besishimiz kerak, ibodat uchun turishimiz kerak degandek bir xil so'zlarni qildi. Ularning biri bunda dedi: "Ammo men kechilikda mangu namoz o'qiyman" dedi. Ya'ni uxlamayman dedi. Yana biri men roza tutaman, iftor qilmayman, davomli ro'zador bo'lib o'taman. Yana biri men ayollardan yiroq turib abadil abad o'ylanmayman deganda, ularning qashig'i Rasululloh sallallohu alayhi vasallam kelib bunda dedi: "Sizlar shunda va shunda degan kishilar sizlar bilib qo'yinglar. Vallahi Alloh bilan qasamki, cho'qim men sizlarning Alloh taolodan eng qo'rqitqininglar. Sizlarning Alloh taolodan eng taqvoli qilqaroqinglar. Lekin ben rozumu tutaman, iftorni qilaman, namozni o'qiyman, uxlayman, xudimni olaman" dedi Payg'ambar alayhisolatu vasallam. Mana bu ibodatda islomning ko'rsatib bergan manhijini asos qilmay, inson o'zining aqli, fikri, o'zining tushunchasi bilan ibodat yo'lini paydo qilgan kishilarga nisbatan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin bu hadisi olanın amelinin kabul bo'lmaydiganligi, paydo qilib olgan yo'lining rad qilinganligiga isbot bo'ladi birodarlar. Bugungi zamonimizda kechilari uxlamaydigan, ya davomli ro'za tutadigan, ya ibodat qilish, din islomning xizmatini qilish uchun to'y qilmaydigan bir odamni ko'rib qarshilab kelsak, perişti kurab gitişimiz mümkün. Evliya kurab gitişimiz mümkün. Vay ma adam degan acayip takva adamke. Bu özünü diniga ataptı deydigan. Dinga ataptı mani deydigan. Hatta bugün bizning bu kunlarda islom dini yo'q bo'lish girdobig'i berayotgan, musulmonlarning beshig'i shundoq ig'ir kun kelayotgan, musulmonlar öldürülüş, sürgün kılınış, her xil azapla üstüge tushayotgan bir paytda bugünkü kunda kulish to'g'rimi? Bugünkü kunda o'ynash to'g'rimi? Bugünkü kunda xotnilib o'ltirish to'g'rimi? deydigan, Alloh taolo halol qilgan, mubah qilgan ishlarni o'ziga harom qiladigan. Mana bu shunday ishlarni ko'ryapmiz. Islom bundoq İslamның içinde bo'lmagan taqvolikqa, İslamның içinde bo'lmagan Alloh subhanahu va taolodan qo'rqishqa, İslamның içinde bo'lmagan Alloh subhanahu va taologa ibodat qilishga ruxsat qilmaydi.
Peygamber aleyhissalatu vesselam'dek takva, Peygamber aleyhissalam'dan Allah'dan korkutkan kişi yok. Femen ragibe an sünneti feleyse minni. Kim mening sünnetimden yüz verirse o menden emas deb Rasululloh bayon qildi. Mening sünnetimden yüz verirse o menden emas deb Rasululloh bayon qildi. Abdullah ibn Mas'ud radhiyallohu anhudan rivoyat qilindi, Peygamber aleyhissalam bunda dedi: "Cho'nqurlab ketganlar halok bo'lib ketdi." yoki cho'nqurlab ketganlar halok bo'lib ketsin. Bu so'zni 3 qitim dedi. Mutanatti'un degan chingitmaydigan o'rinda chingitib olgan cho'nqurlab ketganlar demaydi. Yuqori degandek. Mana Rasululloh bu yerda islom dinida yo'q shaklda taqvolik qilmadim degan, Allohga ibodat qilaman degan, o'zini islomda yo'q bir ishlar bilan Allah Taala mubah qilgan ya halol qilib bergan narsalarni o'ziga harom qilib turib, voy bugungi zamonda xotin olishga bo'lmaydi. Bugungi zaman pul topadigan zamonmi? Bugungi zaman bola boqadigan zamonmi? deydigan bunday ishlardan yiroq turishimiz lozim. Men misol qilib bersam, bugun bolalarni tarbiyalash ters bo'lgan, bu jahon buzilgan, odamlar hammasi buzilishga qarab yuzlangan bir zaman. Bunday zamonda ko'p tuqqandan tug'magan yaxshi. Chunki balangni qanday tarbiyalaysan? Sen balangga ega bo'la olamsan degan bir fatvolani berib tug'magan yaxshi. Tug'maslik kerak degan fatvolani berganlarini men ko'rgan. Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qilindi, Payg'ambar alayhisolatu vasallamdan Payg'ambar munda dedi: "Inna dina yusrun, bu din qulay." Dinni hech qanday bir kishi chingitmaydi. Chingitsa, u din u kishidan g'alaba qiladi dedi. Shunlashqa qadiminglarni, shariktinglarni to'g'rilanglar. Haqqi yiqilishinglar, xo'sh xabar beringlar. Atdigan kech bilan va kechilikda azroq vaqt bilan yordam talab qilinglar dedi. Bu hadisni Buxoriy rivoyat qildi. Bir rivoyatda u Buxoriyga saddidu va qaribu vaqdu va rawwihu va shay'in min al-judda dabba. Ya'ni gap so'zlaringlarni to'g'rilanglar, qadaminglarni haqqi yiqilashtiringlar. Atdigan kechdan foydalaninglar va kechilikdan foydalaninglar. Al-qasta. O'ttirhal yo'lni tutinglar. O'ttirhal yo'lni tutinglar, maqsadingizga yetisizlar dedi. Peygamber Aleyhisselam'ın illa galabah degan so'zi galabahuddin, u kishidan din g'olib qiladi. O chingitgan kishi dinga qarshilashishdan ojiz qiladi, dinning yo'llari ko'p bo'lganligi uchun dedi. Matrafda chingitsa, atrafda ruxsat bor. Hudva degan kunduzlikning avvalida mingish, ravha degan kunduzlikning oxirisi, dulja kechilikning oxirisi. Bu istari tamsil ma'nosi Allah subhanahu va taologa sizlar aktiv vaqtlarda, qalbinglar bo'sh vaqtlarda, ya'ni ibodat bilan lazzatlanadigan, zirikib qolmaydigan bunday vaqtlarda amal bilan yordam talab qilinglar. Maqsadingizga yetisizlar. Xuddiki usta musafirmi bu vaqtlarda mangidi, o'zi va o'lig'i boshqa vaqtlarda rahat aladi, neticede maqsadga jafo mushaqqat tortmasdan yetadi. Allah qog'inni Allah subhanahu va taolo biladi. Demak, hamma vaqtda ibodat qilaman demay, atdiganlikda, kech taraflarda, shundaqlar kechalari ibodat qilinglar. Ma'lum vaqtlaringlarni ibodatga ajratinglar, ibodat qilinglar. Boshqa chaqlarda boshqa ishlarni qilinglar deb Rasululloh sallallohu alayhi vasallam buni bizga bayon qildi. Men 24 soat jaynamozdan tushmaydim. Bunda vaqt yo'q. Meni xabarlarda anlagan, gazetlarda o'qigan ba'zi xabarlar qo'rqitibdi, cho'chitibdi. Ya'ni Saudiya Arabiston mamlakatidagi haj organlari 270 hojining tosh otadigan o'rinda o'lib ketganligini e'lon qildi. Bular zavaldan kin taş etishga yig'ilgan zo'r qistonchilik ichida daslab o'ltirilgan bular. Mushunchalar cho'ng o'ltirilgan son bilan hali ham nurg'un ulamolar odamlarga
taş etishning to'g'ri emasligi bilan fatvo beryotdi kun qilishdan burun. Lekin payg'ambar alayhisolatu vasallam hajning ishida oson qildi. Ve Peygamber aleyhissalatü vesselam'ın bir işten sual ilgili kılıngan ve hacda kin kılıngan bir işten sual kılınsa Peygamberim if'al ve la haraj deydi. Fuqahalarımı taş etiş işinde fatvanı kolaylaştırdı. Hatta ki o fuqahalar ahirki günde taş etiş, hac kılgıcının taş etişini cuguluşuğa ruhsat kıldı. Ve onun da özürü bulap kalsa özünün ornuga başka bir kişini inaba degan vekil qilish, o'rinbosar qilishga ruxsat qildi. Bu ihramdan to'liq chiqqandan keyin tutadigan bir ish bu. Bunda bo'lganda o hajga ta'siri yo'q. Asli bo'ladi, atmisi bo'ladi. Hatto o'zi asli bo'ladi va boshqalar aytib qo'ysin bo'ladi. Mana çoğun imamlardan üçeylen zavaldan burun, gün kırılıştan burun etişini durust deb qarıdı. Hac faqihi Ata, Yemen faqihi Taus, her ikisi Abdullah ibn Abbas radıyallahu anh'ın dağlık şagirdleri. Ebu Ja'far al-Baqir, Muhammed ibn Ali ibn Hüseyin, Ali Beyt'nin fuqahalarıdır. Muşunçola fuqahalı disimi ama ulamalar yanıla durust emas deb fatvo beryotdi. Agar shuning to'g'riliqida bir faqih demisimi, chuqum fiqhu zurriyat bizliga Allohning bandalariga oson qilishni vojib qiladi. 24 soat ichida tash etishning durustligini vojib qiladi. Nimishqa? Müslümanlarını ölümüge tutup vermezlikimiz ve doğru kılmazlıkımız için. Allah subhanahu ve teala Şeyh Abdullah bin Zeyd Mahmud'a yaxşılık ata kılsın. O kişi 30 yıldan artıqroq vaqtdan beri kun qirilishning oldida, yani zavalning oldida tash etishning to'g'ri bo'ladiganligi to'g'riliq Yusrul İslam degan risolasida fatvo berdi. Mana shundoq ulamalar fatvo bergan, mujtahidlar fatvo bergan bir masalada ham haj farzdan iborat, farzga hech qanday daxli yetmaydigan bir masalada odamlar o'lib ketsamaydi-ki, ammo zavoldan burun tash asa bo'lmaydi deb ching turadigan ishlarni nurg'un ulamalar fatvo berdi. Ve çin tudu. Bu o'ylanishga tegishli, fikr qilishga tegishli bir mesele. Demek fatvo meselesinde, davet meselesinde İslam'ın asli maqsadlarini bilish, asli maqsadlarini tushunish, İslam'ın asli maqsadlariga asosan yo'l tutish mufti ve da'ining asosli vazifasi. Va axiru da'vana alhamdulillahi robbil alamin. Rahmetika ya rahmanir rahim.